Shunaqa pul uchun ochilgan sentrlar bor ekan. Siz shunaqa sentrlar haqida eshitganmisiz? Hadicha, bunaqa mavzuda gaplashamiz deb kelishmagandik-ku. Yo'q, aytishingiz kerak. Juda ham ko'p ayollarimizga qiziq. Yo'q, men hech bunaqa gaplarni gaplasha olmayman. Biz siz bilan bu mavzuda gaplashamiz deb kelishmagandik-ku. Hozir ancha o'zgaryapman. Mana shu bolam autizm kasaliga uchragan. O'zi autizmda bola autist bo'lib tug'iladi. Nima uchun bolalar asabiy bo'lib boryapti va bunga qanaqa yechim topsa bo'ladi onalar uy sharoitida? Oxirgi paytda bunaqa diagnozli bolalar juda ham ko'payib ketyapti. Demak, shunaqa injuv bolalarni ukollasiz, nerv patologi lecheniyalarsiz ham davolasa bo'ladi. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda sigir sutlarini iloji boricha berish kerak emas. Farzandiga baqirib muomala qiladigan onalarga qanaqa maslahat berasiz? Maxsus mutaxassislar bor, o'sha ovqatlanishga o'rgatib beradigan, garshokka o'rgatib beradigan. Assalomu alaykum, aziz onajonlar va bizlarni kuzatayotgan tomoshabinlar. Bugun hammamizga manfaatli bo'ladigan mehmonimizni taklif qilganman. Tanishing, defektolog logoped Nigora opamni taklif qildim. Assalomu alaykum Nigora opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Xursand bo'ldim. Bugungi suhbatimiz manfaatli bo'ladi deb umid qilaman. Men ham albatta ayollarga va bizlarni kuzatayotgan insonlarga manfaatli bo'lishi uchun bugun sizni birinchi podkastimizga taklif qildim. Nigora opa, o'zingizni sohangiz bilan ozgina tanishtirasizmi? Xo'p, men bolalarni rivojlantiruvchi mutaxassisman. Ya'ni bolalar maktab yoshigacha yoki ba'zi bolalar maktab yoshida ham o'z tengdoshlaridan orqada qoladigan bolalar bor. Diagnozli bolalar bor, yengilroq diagnoz, og'irroq diagnozli bolalar bor. Shu bolalar bilan biz korreksion ish olib boramiz. Ya'ni sog'lom bolalarga yetib olishi uchun, rivojlanishi uchun biza yordam beradigan mutaxassismiz. Bizaga alaliya tashxisli, ZPR, RAS, autizm tashxisli, yana dizartriya tashxisli, dislaliya tashxisli bolalar kelishadi. Bundan tashqari yengil aqli zaifli bolalar bor. Shular bilan ham ishlaymiz. Juda ham ajoyib. Nigora opa, hozirgi kunda ko'p ayollarga bilasiz, ayollarda va insonlarni ongida уже qulog'iga ko'p chalinayotgan ZPR va autizm kasalliklari haqida aytib o'tsangiz, bu nima uchun kelib chiqadi, nimadan bo'ladi, tashxislari qanaqa bo'ladi, onajonlar farzandiga qanaqa e'tibor berish kerak, shular haqida juda ham ko'p onajonlarimizga qiziq. Shular haqida aytib o'tsangiz. Avvalo biz bu aytib o'tgan ikkita tashxisingizni farqlab olishimiz kerak. Autizm bilan ZPR bitta narsa emas. ZPRda bola yoshga doir orqada qolayotgan bo'ladi. Masalan, mayda motorika, yirik motorikasi, intellekti bo'lishi mumkin. Ba'zi bolalar xotirasida muammo, o'zlashtirishida muammolari bo'ladi. Bunaqa bolalarni, ya'ni yoshiga doir orqada qolyapti tengdoshlaridan qaysidir funksiyalarda. Bunaqa bolalarni biz ZPR deb ayta olamiz. Autist bolalarda ko'proq ijtimoiy munosabatlarda va o'sha kommunikatsiyada muammolar bo'ladi. Ya'ni atrofdagilarning buyruqlarini tushunmaslik, vaziyatlarni analiz qila olmaslik, hayotiy ko'nikmalarni o'z-o'zidan shakllanmasligi, o'ziga xos stereotip harakatlarni bo'lishi bilan ajralib turadi va bu bolalarda ikkilamchi muammo bo'lib orqada qolishlar ham uchraydi. Oxirgi paytda bunaqa diagnozli bolalar juda ham ko'payib ketyapti. Sababiga qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik onalar COVID bilan kasal bo'ldi. O'sha COVID asoratida bo'lishimiz mumkin yoki nosog'lom turmush tarzi, hozir ekologiya buzilib ketgan, yeyotgan narsalarimizda tarkibida qanaqadir kimyoviy moddalar ko'payib ketgan. Shu narsalar ko'proq sabab bo'lyapti va bundan tashqari bolalarni ko'p televizor, multfilmlarni ko'p ko'rishi, onalarni o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolganligi, onalarni ko'p o'zi telefonlarda ko'p o'tirib bolasiga ko'p vaqt ajratmasligi ham bolada orqada qolishlarni keltirib chiqarayotganini ko'ryapmiz. Demak, onalar farzand qornidaligidan o'zini yeyotgan taomlariga e'tibor berish kerak va vitaminli taomlardan ko'proq foydalanish kerak.
O'zi sog'lom ona, sog'lom bola deb bekor aytishmaydi. Masalan, homiladorlikni birinchi 3 oyligida bolani tana a'zolari shakllanadi. Ya'ni barmoqlari, qulog'i, burni, labi, ko'rinishi, tana a'zolarini ko'rinishi shakllanadi. Keyin ichki organlari keyingi 3 oylikda va oxirgi 4 oylikda markaziy nerv sistemasi shakllanadi. Ya'ni miyani hamma funksiyalarga javob beradigan zonalari shakllanadi. Ya'ni o'sha nerv hujayralari sog'lom shakllanishi uchun ona o'sha vaqtda sog'lom bo'lishi kerak. Sog'lom ovqatlanishi, o'ziga ko'proq ahamiyat berishi, ko'p asabiylashmasligi va albatta umumiy tekshiruvlardan tez-tez o'tib turib, muammolariga vrachlar bilan birgalikda maslahatlashib, yechim topib turishi kerak bo'ladi. Keyin Nigora opa, hozirgi kunda judayam bolalar yig'loq, asabiy deyishadi. Kattalarni gapiga quloq solganda, mana даже o'zim ham 4 ta farzand dunyoga keltirganman. To'g'ri, hamma farzand xarakterli, har xil fe'lli tug'iladi. Lekin hozirgi kunda kattalarimizni nazdida bizani bolalarimiz o'zi katta bo'lgan, birov bunaqa qaramagan, nega sizlarni bolanglar injiu degan gaplarni ko'p eshitamiz. Даже judayam ko'p o'quvchilar o'qitganman. O'quvchilarim orasida ham shunaqa gap so'zlar yurgan. Bunga qanaqa qaraysiz? Nima uchun bolalar asabiy bo'lib boryapti va bunga qanaqa yechim topsa bo'ladi onalar uy sharoitida? Vaziyatga teranroq qaraydigan bo'lsak, sababi 2 xil. Bittasi onalar o'zini ideal ona bo'lish roliga o'tib oladi yoki bolada miyadagi gipoksiya holati, kislorodniy голодание holatidan bola shunaqa injiq yig'loq bo'lib qolishi mumkin. Masalan, bola homiladorlikda o'sha kislorodniy голоданиеda bo'lgan, tug'ruqdan keyin bolani o'zida miyasida kislorod yetishmovchilik bo'lganda bola tanasini yaxshi his qilmaydi va u ko'p yig'loqi, injiq, o'zini qo'yarga joy topolmaydigan, hissiyot qidiradigan bo'lib qoladi. Chunki qon yaxshi aylanmaganda mushaklar tonusga keladi. Bu birinchi sababi. Keyingi sababi bolada o'sha o'zim aytaman doim, onalar ideal ona bo'lishni xohlaydi deb, men zo'r onaman deb aytishni xohlaydi va bola uchun hamma narsani tayyor qilib berishadi. Ya'ni ovqatlanadigan vaqtini aniq bilishadi, so'ramasidan ovqatini berishadi, hamma aytganini qilib berishadi, o'tirgan joyida qo'lini ishlatmasa ham o'zligi yedirib qo'yishadi, blenderlab berishadi. Ilk yoshlarda, masalan 1 yosh, 2 yoshda bu muammo bo'lib ko'rinmaydi. Lekin 3 yoshga 2,5 dan oshib 3,5 yoshga kelganda onalar boshqa bolalar bilan, qo'shnini bolasi, o'sinini bolasi bilan solishtirishni boshlaydi va boladan o'sha 3 yoshli bolani normasini talab qilishni boshlaydi birdaniga. Bola unga tayyor bo'lmaydi. Bola o'zini komfort zonasidan chiqishni xohlamaydi va shu paytda isterikali bola uyg'onadi. Ya'ni menga tegma, men o'zi komfort zonamda yashayotgandim deb o'sha holat juda ham mana bizning ish tajribamizda giperopeka deymiz. Shunaqa bolalar juda ham ko'p. Masalan, diagnostika qilganimizda konsultatsiyaga kelganda mana shunaqa injiqda, yig'loqda deyishadi. Lekin mashg'ulotga olsak, bola 1 haftada уже izga tushadi. Chunki biz maxsus o'zimizning metodikalar bilan bolani o'sha to'g'ri xulq qanaqa bo'lishini o'rgatishni boshlaymiz. O'shanda normaga tushadi. Uyda o'zimizning sodda til bilan aytganda избалованный bo'lib ketadi. O'shandan ham bo'lishi mumkin. Yana shunaqa holatlar bor. Buni aytib o'tishim kerak, noto'g'ri lecheniyadan ham shunaqa holatlar bo'ladi. Masalan, bola chaqaloqligida infeksion kasalliklar bilan kasallangan va tuzalib ketgan. Miyada neyroinfeksiya deymiz, shunaqa holat qolib ketadi, neyro yallig'lanish qolib ketadi. Bolada bu asoratlarni beradi. Orqada qolish, ba'zi bolalarda ismiga qaramaslik, ko'ziga qaramasliklar uyg'onib qolyapti. O'sha paytda vrachlarga borishsa, natroplar berishadi. Sog'lom bo'lmagan, yallig'lanishga uchragan miya nerv hujayralari natropni maksimum qabul qilishga harakat qiladi va organizmga u boshida yaxshi ta'sir qiladi. Kuchini dori o'zini kuchini yo'qotgandan keyin miya juda ham qiynaladi. Ya'ni unda neyro yallig'lanish bor edi va bu xuddiki biz
kuch beradigan nimadir ichdik va uni kuchi ketgandan keyin birdaniga holsizlik sezamiz. Miyada ham xuddi shu jarayon kechadi va bolada shu yerda injiqlik, gapga kirmaslik, nimadirlarni o'rganishga harakat qilmaslik, qarshilik bildirishlar, o'sha holat kuchayib ketadi. Shundan ham bo'lishi mumkin. Judayam ajoyib, rahmat. Hamma so'zlaringiz manfaatli bo'lyapti, chunki o'zim ham onaman. Nigora opa, keyin yana hozir aytyapsiz, lecheniyalardan ketidan ham shunaqa salbiy oqibatlarga olib keladigan holatlar bo'ladi deyapsiz. Demak, shunaqa injuv bolalarni ukollasiz, nerv patologi lecheniyalarsiz ham davolasa bo'ladi. Shunaqami? Ha, albatta mutaxassislar bilan maslahatlashish kerak. Bolada miyada, organizmda qanaqadir muammolar bo'lmasa, xulqiy buzilish bo'lsa, faqat xulqiy buzilish bo'lsa, uni maxsus metodikalar bilan biza korreksiya qilsak bo'ladi. Tushunarli. Lekin hozir bilasiz, onajonlar salgina yig'lasa ham, chaqalog'i yig'lab qolsa, qorni og'risa ham yig'lasa, nerv patologiga ko'rsatdinglarmi deb pediatrlar ko'p bora aytishadi. Demak, onajonlarga shu maslahatni berishimiz kerakki, birinchi logopedlarga ham ko'rsatib, bolani holatini ko'rsatish kerak ekanda. Nevropatolog, psixonevrolog, defektolog, logopedlar, bizaga o'xshagan rivojlantiruvchi mutaxassislar, neyropsixologlar erinmasdan borib ko'rish kerak, yozgan dorisini o'qib ko'rish kerak, shu bolamga kerakmi o'zi deb o'shanga qarab, keyin kerakli yo'nalishni olib yondoshilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Zo'r, judayam ajoyib. Shunda hozirgi kunda bolajonlar o'zi tabiatdan, ya'ni har xil boya aytdingiz-ku, pitaniyaga qaraydi. Shu pitaniya bo'yicha ham ozgina ma'lumot berasizmi? Hozir onajonlar nimalarga e'tibor berish kerak? Farzandini sog'lom turmushga kirgizish uchun, sog'lom o'sishi, rivojlanishi uchun qanaqa taomlarga e'tibor berish kerak? Xo'p, albatta biz o'sha tabiiy narsalarga chaqiramiz. Birinchi navbatda o'sha chips, kireshki, gazlilar, konfetlar, shunaqa narsalardan tiyilish kerak. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda sigir sutlarini iloji boricha berish kerak emas. Bu uni organizmiga va oshqozoniga yaxshi ta'sir qilmaydi va bu o'z-o'zidan miyaga ham ta'sir qilishi mumkin. Xo'p, keyin yana ko'pchilik meni konsultatsiyam kelganda ahamiyat bersam, yaxshi ovqatlanmaydi bolam deyshadi. Sog'lom bola o'sishi uchun har doim sog'lom ovqatlanish kerak. Sog'lom ovqatlanish kelganda voy sabzavot yemaydi-da, voy masalan brokoli yemaydi-da deb ko'nishadi bolaga, faqat frishiga ko'nishadi. Hamma mahsulotdan ozgina-ozginadan berish kerak. Qozon ovqatdan berish kerak. 1 yosh bola уже qozon ovqat yeyish kerak. Kusochkali mayda, yirik kusochkali ovqatlarni o'zi chaynab yeya olish kerak va shuni aytib o'tishim kerak. Masalan, bizada miya nerv hujayralarini o'rab turadigan qobiq ovqatlanishimizga bog'liq. Sog'lom ovqatlansak, u yaxshi ishlaydi va o'zini o'zi yaxshi himoya qila oladi. Agar yaxshi ovqatlanmasa, o'sha bola masalan 2 yoshda yaxshi o'syotuvdi, keyin ovqatlanishi izdan chiqdi va bola 3 yoshga kelib, o'sha nerv hujayralarini o'rab turgan qobig'i sog'lom, nosog'lom bo'lib qolib, u tez kasallikka chalinishi, infeksion kasalliklarga chalinish nimasi oshib ketadi. Verayatnisi oshib ketadi va bolada keyin orqada qolishlarni bo'lishi, diqqat tarqoqlik, hiperaktivlik, giperaktivliklar ham kelib chiqishi mumkin. Ovqatlanishga bog'liq hamma narsa. To'g'ri aytasiz. Keyin ko'p farzandlar perikus qiladi, bilasizmi? Ovqatdan oldin nimadir yeb qo'yadi, keyin ovqat yemaydi. Shunaqa holatlarga ham qattiq qarash kerak onalar. O'sha haqida ham maslahat bersangiz. Biz ko'pincha bolamga pechenye berib turaylik deymiz. Ovqat pishguncha yeb olsin. O'sha narsani yo'q qilish kerak. Eng muhimi bu. Organizm, ularning oshqozoni juda kichkina-da. Masalan, bir bo'la pechenye bilan to'lib qolishi mumkin va to'qlik hissi uyg'onib qolishi mumkin. Iloji boricha ovqatlanishdan 2 soat oldin hech narsa yeyish kerak emas. 2 soat ovqat yemasa, o'sha nima ovqat bersangiz ham qorni ochganidan bugun yemasa, ertaga ham shu ish qilsangiz, indinga ham shu ish qilsangiz, keyin majbur yeyishni boshlaydi.
Shunaqada man onalarga aytaman, yemaydi-da, yig'laydi-da deyman. Biza inson zoti borki, ko'nikuvchanmiz. Masalan, siz ham, men ham yangi ish joyiga borsak ko'nikib ketamiz. Boshida bizada ham qarshiliklar bo'ladi yoki masalan qizlar mana turmushga chiqadi, tushgan joyiga ko'nadi. Inson zoti borki, necha yoshda bo'lmasin, ko'nish nimasiga ega-da, ko'nikib ketadigan. Bolalar ham ko'nikib ketadi. Bu yerda onalarning qat'iyligi juda ham muhim o'rin egallaydi. Ona qat'iy o'sha narsani men yediraman yoki yedirmayman, ruxsat bermayman dedimi, qat'iy tursa o'shani qila oladi. Bola o'rganib qolgan bo'lsa, masalan 2 kun, 3 kun, 1 hafta, nari borsa 10 kun yig'lab qiynaladi va keyin o'sha narsa yo'qligiga yoki o'sha narsani yeyish kerakligiga keyin ko'nika boshlaydi. Agar shunda juda ham qiyinchiliklar bo'lsa, masalan, maxsus mutaxassislar bor, o'sha ovqatlanishga o'rgatib beradigan, garshokka o'rgatib beradigan mutaxassislar bilan ishlash kerak. Nigora opa, mana shu ayollarga bo'ladigan sizda qanaqa konsultatsiyalarmi yokida qanaqadir xizmatlaringiz yokida kurslaringiz bormi? Mana shu farzandi bilan rivojlanish uchun qanaqa o'yinlar yokida qanaqa vнимание qilish kerak, o'zgarish xohlash uchun, masalan, ittizu inju bolalar bilan ham ishlash kerak dedingiz. Sizda qanaqa kurslar yokida qanaqadir konsultatsiyalaringiz bormi? Shu manfaatli bo'lishi uchun ularga bo'lishib ketaylik, chunki menga juda ham qiziq bo'lyapti. Sizlargacha agar qiziq bo'lsa albatta kommentariyalarga yozinglar. Bundan ham foydali ma'lumotlar chiqazamiz Nigora opam bilan sizlar uchun. Sizlarga qiziq, o'shaning uchun so'ramasinglardan oldin hozir so'rab bilib olaman, keyin bemalol murojaat qilasizlar. Xo'p, alohida onalar uchun meni konsultatsiyalarim yo'q. Bolasini olib kelishganda birgalikda bolani men o'zim bilim yetgancha men konsultatsiya qilib beraman. Nafaqat dialektolog, logoped sifatida men o'zim bilimimni oshirish uchun nutritsiyologiya o'qiganman, neyropsixologiya o'qiyapman. O'zimni o'sha bor bilimimni ishga solib, onaga yo'nalish berishga harakat qilaman. Lekin orada men o'sha foydali nonushta qilib turishim mumkin, seminarlar qilib turishim mumkin. Yaqinda bizada 14-dekabrda savol berganingizda o'rni kelganda aytib ketay, 14-dekabrda shunaqa foydali seminar qilyapmiz. Bu onalar uchun ham, mutaxassislar uchun ham juda ham foydali bo'ladi. O'zimni men ishlash uslubimni va biz o'sha ishlayotgan uslubimiz juda ham natijaga chiqadigan, biz integrativ usulda ishlaymiz. O'sha usulimni uyda qo'llash yoki o'sha yangi ish boshlagan mutaxassislar bo'lsa, o'z ishxonasida qo'llash, o'shalarni o'rgatmoqchiman. Shu seminarimda qatnashsa bo'ladi. Juda ham ajoyib, chunki Nigora opamni men o'zi yana ham yaxshi ko'rib qolganim, ular foydali nonushtaga meni taklif qildilar. Bordim, u yerda juda ham ko'p infolar, undan tashqari sovg'alar qo'lga kiritdim. Bolalarim uchun ham foydali bo'ldi. O'sha siz o'rgatgan bilimlarni uyda bolalarim bilan qilganimda ular qiziqib men bilan yana ishlaylik, yana o'ynaylik, yana farzand bilan qancha yaqin bo'lsangiz o'zgarish juda ham zo'r bo'lar ekan. Hozir bo'sh qoldim deguncha farzandlar bilan siz o'rgatgan bilimlar orqali shug'ullanyapman. Natijalar zo'r. Yana borishni xohlayman. Agarda siz ham shunaqa seminarlarga qatnashish yokida shunaqa foydali nonushtalarga qatnashish uchun Nigora opamni profillarini qoldiramiz. Profillari Instagramiga o'tib, YouTube'lari ham bor va quyidagi raqamlarga murojaat qilsanglar, seminarlariga yozilib olishinglar mumkin. Albatta boringlar, men ham sirasi yozilib olaman hozir bu yerdan chiqib. Juda ham zo'r. Yana qanaqa foydali ma'lumotlar bera olasiz onajonlarimiz uchun? Xo'p, eng muhim bu onalarga ham, bolalarga ham qo'llasa bo'ladigan eng muhim bir shpargalka deydimi, shunaqa informatsiya berib ketmoqchiman. Har doim miyaga biza yengillik berganimizda miyamiz yaxshiroq ishlashga harakat qiladi. Masalan, batutga borish,
kachela uchish, balandlikdan sakrash yoki noodatiy mashqlar qilish. Masalan, har kuni yuradigan xonangizda ko'zingizni yumib yurib ko'rishingiz mumkin. Har doim o'ng qo'lda qiladigan ishingizni chap qo'lda qilib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni miyamizga yengillik berganimizda har doim yaxshiroq va teranroq ishlaydi. O'zligini hayotligiga har kuni bo'lsa ham yoki bir haftada bir marta bo'lsa ham shunaqa yengillik berib turishsa, bu o'zligi uchun ham, bolalar uchun ham foydali. Ayniqsa bolalarga yordam berish uchun bu nafaqat orqada qolgan bola yoki diagnozli bola, sog'lom bolalarda ham qo'llasa bo'ladi. Masalan, oddiy kunlari, yakshanba kunlari kachelalar uchishga olib borishligi mumkin. Bola hali sinab ko'rmagan qanaqadir ishlarini, vaziyatlarni qo'llab ko'rish. Masalan, u har doim oddiy samokat uchardi. Masalan, 10 yosh bolani elektronli samokat uchishtirib ko'rish mumkin. Uning uchun yangi hissiyot, uni miyadagi yangi nerv hujayralarini uyg'onishi uchun yordam beradi. Bu bolada o'sha maktabdagi o'zlashtirishiga, o'zini emotsional holati yaxshi bo'lishiga juda ham zo'r yordam beradi. Judayam zo'r. Nigora opa, bu kasbga kirib kelishingizga kim sababchi bo'lgan? Qanaqa qiziqqansiz? Shular haqida ham aytsangiz, chunki tomoshabinlarimizga sizni tajribangiz ham qiziq. Aynan necha yoshingizda bu kasbga kirib keldingiz va hozirda shu kasbga qiziqayotganlarga nima degan bo'lardingiz? Mani birinchi mutaxassisligim o'zi buxgalteriyada o'qiganman, institutni bitirganman va men ham dekretda o'tirganman. Farzandlarim tarbiyasi bilan. Mani onam pedagoglar, oilamda pedagoglar juda ham ko'p. Men hech qachon pedagog bo'lmayman derdim. Chunki qanaqa mashaqqatli kasbligini juda ham yaxshi his qilganman. Lekin taqdir taqozosi bilan shunaqa bo'ldi. Уже dekretdan chiqish vaqtimga onam tavsiya qildilar. Masalan, ayollar uchun juda ham yaxshi kasb, o'ylab ko'rgan, xo'jayining ham ruxsat beradi, shu kasbda ishlasang deb shunaqa qilganlarni maslahatlashganmiz va xo'jayinim ham ruxsat berganlar. Va o'zini nima kasb tanlashi bilolmay turgan qizlarga maslahatim doim aytaman, yo o'qituvchilikni tanlanglar yoki bizani yo'nalishni tanlanglar deyman. Chunki yoki meditsinani tanlanglar. Chunki men juda ko'pchilikni bilaman, shogirdlar o'qitaman. Menda kasbini o'zgartirgan qizlar juda ko'p. Boshqa kasbda bo'lgan va yana qayta o'qib defektolog bo'lyapti, o'qituvchi bo'lyapti. Va shunaqa qilib onam maslahatlari bilan shu sohaga kirib kelganman va institutga topshirganman, o'qiganman va men o'qigan paytimda ishlashni boshlaganman. Birdaniga ishlashni boshlaganman. Shu menga katta yordam bergan. Va to'xtash kerak emas, ko'nib qolish kerak emas. Yonimda pulim bo'lmasa ham onamga aytardim, ona seminar bor ekan derdim-da, o'ylama bor, men beraman derdilar yoki xo'jayinimdan so'rardim. Alhamdulillah yonimda shunaqa meni qo'llab turgan insonlar bor. Shu darajaga yetib keldim. Hozirda ikkita filialda markazimiz bor. Shogirdlarim bor. 200 dan oshiq shogirdlarim bor. O'zini ishini topib ketgan, ko'pchiligi daromadga chiqqan, natijalarga chiqqan. Kasbingizni sevsangiz, har doim u kasb sizga faqat yaxshiliklarni olib kelar ekan. Ota-onalarning duosini olib kelyapmiz. Bu kasbga men 30 yoshimda kirib kelganman. Va har doim aytaman, hech qachon kech bo'lmas ekan. Hech qachon kech bo'lmas ekan. Siz nimadir qilmoqchisiz, o'ylanib turgan bo'lsangiz, o'sha narsani qilib ko'rish kerak. Men ham ikkilanganman, voy, shu yoshda men qancha ishlab, necha yilda men o'zimni tiklab olaman, yo'q shu sohaga kirib ketaman deb o'ylaganman boshida. Yo'q, juda ham tez rivojlanib, juda ham tez o'zimni klient deydimi? Klientlar yig'ib oldik. Natijalarimiz yaxshi bo'lgani uchun odamlar bir-biriga tavsiya qiladi bizning markazda. Shogirdlik kursim mana 4 yildan oshiq shogird o'qitaman. Har oy yangi guruhda shogirdlar keladi. Hammasi oliy ma'lumotli mutaxassislar, malaka oshirib o'qib ketishadi.
Judayam zo'r. Bugun judayam manfaatli suhbat bo'lyapti. O'zimga ham yoqyapti. Shu kasbingiz davomida hayotini o'zgartirgan bolajonlar bo'lganmi? Masalan, auditoriyamizga ham qiziq. Boya aytdim-ku, chunki o'zim shogirdlarimda ham men ham offlayn dars beraman, bilasiz, YouTube platformasi bo'yicha. O'shanda bitta onajon shogirdim bolasi bilan kelgan. Men o'zi autizm qanaqa bo'lishini bilmaganman. Boshiga tushgan biladi-ku. Allohimga shukr, farzandlarimda bunaqa holat bo'lmagani uchun menga aytgan, ustoz sizni kursingizga kelib chalg'ish uchun kirdim. Hozir ancha o'zgaryapman. Mana shu bolam autizm kasaliga uchragan deganda o'shanda qiziqib qolganman. O'zi eshitsam ham e'tibor bermagan ekanman-da. Keyin qalaysan desam, qalaysan deb qaytaryapti gapimni-da. Lekin hozir bunaqa bolajonlar juda ko'p. Biz ishlayotganda shunaqa ko'rdik, ustoz. Bitta menda emas, judayam ko'p onalarda shunaqa holat deb aytdi-da. Sizda shu autizm davolangan, qanaqadir esingizda qolgan, o'zgargan bolajonlar bo'lsa, onajonlarga manfaatli bo'ladi. Chunki kechagina offlayn darsim bo'lganda shu shogirdim keldi va sizni nomeringizni so'radi. Men bir marta aytgandim, esda qolgan ekan. So'radi. O'sha nomeringizni berishim kerak ularga. Shunaqa sizni qidirayotgan odamlar juda ham ko'p. O'shanga ozgina qisqacha shu haqida ham aytib o'tsangiz. O'zi autizmda bola autist bo'lib tug'iladi. Biz ajratib olishimiz kerak. Bizda bor rasstroyство autического spektri bor va autizm bor. Ya'ni autizmni o'zi va autizm belgilari bo'lgan bolalar bor. Juda ham ko'p onalar hozir ikkalasini bitta deb o'ylab harakat qilishyapti. Hamma bolani bitta yo'ldan olib ketishyapti. Bu noto'g'ri. Autist bola autist bo'lib tug'iladi. U genning mutatsiya bo'ladi. Ya'ni xromosomada buzilishlar bo'ladi va bola autist bo'lib tug'iladi. Rasstroyство autического spektrida bolada bu narsa o'sha tug'ilgandan keyin o'sha nerv hujayralari nosog'lom bo'ladi va birinchi infeksion kasalliklarda yoki disbakterioz yoki boshqa qanaqadir bolada stress, kuchli stresslar o'tishi mumkin. Boshqa qanaqadir faktorlar ta'sir qilib bolada o'sha autizmning belgilari paydo bo'ladi. Chetdan qaraganingizda bolani autist deb o'ylaysiz, lekin u bola autist bo'lmaydi. Faqat belgilari bo'ladi. Uni biz rastdan bola chiqara olamiz. Rastdan bolani chiqara olamiz, lekin autizm bir umr qolib ketadi. Ya'ni bola o'sha umri davomida uni hayotiy ko'nikmaligi mutaxassislar tomonidan o'rgatib boriladi. Rastda biz ZPR-gacha, ZRR-gacha chiqara olamiz. O'shani onalar bilishini xohlardim. Autizmga o'zi maxsus tekshiruvlar bor. Sochdan tekshiradi, so'lagidan tekshiradi. Maxsus tekshiruvlardan o'tib, o'sha tashxis tasdiqlanmaguncha kurashib, ya'ni yaxshi natija bo'lishi uchun harakat qilishlarini maslahat berardim birinchi navbatda. Chunki bizning ish tajribamizda bunaqa holat juda ham ko'p bo'lgan. Shunaqa bolalarni olib kelishadi, bolaga autizm qo'yilib bo'lgan yoki o'sha ras qo'yilganda ona o'ylaydi, bolam autist deb o'ylaydi va biz ma'lum muddat ishlaymiz va o'sha ma'lum muddatdan keyin qayta ko'rikdan o'tishganda bola rasmas, o'sha boshqa diagnoz, ZPR diagnoz, bola ZRR diagnoz deb o'zini diagnozini qaytadan boshqatdan yengilroq diagnozga vrachlar almashtirib bergan holatlarni juda ham ko'p ko'ryapmiz. Va bizning ish tajribamda bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Yana duduqlanuvchilarda shunaqa ya'ni siz savol berdingiz, taqdirini o'zgartirgan duduqlanuvchi bolalar kelishadi. Men maxsus metodikam bor, shu metodika bo'yicha ishlaymiz va bola normal holatga kelib ketadi. Onalari bilan ba'zilarini halizgacha ham gaplashamiz. Masalan, 1 yil oldin, 2 yil oldin kelgan bolalarning ham onasi rahmat, mana o'g'lim yutuqlari deb yodlagan she'rlari, qanaqadir maktabga erishgan yutuqlarini menga tashab turishadi, rasmlar, videolar qilib gaplashib turamiz. Bundan juda ham xursand bo'laman. Yana shunaqa o'quvchilarimiz bo'lgan, yoshi katta bolalar.
yoshligida ota-onasi yordam bera olmagan yoki ahamiyat berishmagan yoki yechim topa olmagan holatda u уже katta bo'ldi, ishga kirish kerak, kasbini topib ketish kerak. O'sha holatda bolalarni o'zi murojaat qilib kelishgan holatlari va biz ularga yordam berganimizda o'zi xohlagan ishligi, o'qishlarga kirib ketgan bolalarni ko'rganmiz. Bu narsa bizani juda ham xursand qiladi. Judayam ajoyib. Keyin Nigora opa, bitta qarindoshimizni bolasi bor edi. Borganimda emotsiyada gaplashardi-da. Shunaqa bolalarga qanaqa fikrdasiz? Masalan, ko'zi bilan gapiradi. Masalan, nimadir anaqa qilsa, juda shirin, juda zo'r tushuntiradi, lekin qaraganingizda ko'zingizga emas, yonga qarab, bir narsalar atrofga qarab ko'zi bilan gapiradi-da. Bunday chetdan qaraganda ko'zini o'ylay qo'yapti ham deb o'ylaysiz, lekin emotsiyada gapiradi. Savolingizga javob bera oladi. Savolingizga tiniq javob bera oladi. Ismi bilan chaqirsangiz, lekin emotsiyada gapiradi. Ko'zi yetpetga qarab gapiradi-da. Bu giperaktivlikni belgisida, ya'ni giperaktivlikni o'zi ham bo'ladi, diqqat yetishmovchiligi bilan kelgan giperaktivlik ham bo'ladi. Bunaqa bolalarda o'sha diqqatni bir joyga jamlab ola olmaslik muammosi bo'ladi. Ko'p bolalarda shu holat, ko'p multfilmlar ko'rgan, ko'p televizor ko'rgan bolalarda shu holat juda ham ko'p bo'lyapti. Ya'ni u bola o'zini yoshiga nisbatan juda ham ko'p ma'lumot olgani uchun miya unga yarasha energiya ishlab chiqarishga qiynalganda bolada shunaqa holatlar kuzatiladi. Bunda bunaqa bolalarni muammo kelib chiqib bo'lganda bunaqa bolalarni biz ko'proq o'sha sport bilan shug'ullanishni tavsiya qilamiz. To'g'ri, lekin to'g'ri aytasiz. Telefon ko'p borganimda o'ynardi. Chunki akalari telefon o'ynardi-da, yoshi katta akalar. Shulardan ketgan, endi kenjatoyi-da-yu. O'shanda uyga borganda, lekin juda shirin, lekin shunaqa emotsiyada gapirganini ko'rsatib ko'rganmizlar doktorga deganman-da. Lekin chetdan sezilmaydi. Kun davomida o'tirsangiz yoki uyga qolgani borganingizda juda shirin, yo'dan hamma narsani tushunadi, soppa sog'lom. Lekin shu ko'z bilan, emotsiya bilan gapiradi. Bunaqa holatlar 3-4 marta hayotimda takrorlandi-da. Begona tanishlarni farzandida ham. O'shanga men uchun qiziq bo'ldi. Значит, bu tomoshabindagi ayollar bizani ko'ryapti-ku, tomoshabinlarimizga ham qiziq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun so'radim. Demak, sizlardagi mutaxassislarga ko'rsatib ko'rish kerak, unaqa holat bo'lsa ham. Ha, o'zi bir yilda bir marta bo'lsa ham o'sha rivojlantiruvchi mutaxassis bilan maslahatlashib turgan yaxshiroq. Bola qanaqa o'syapti, muammosi yo'qmi, nimalarga ahamiyat berish kerak. Ba'zilar o'ylaydi, bolam sog'lom o'syapti deb o'ylaydi, lekin maktabga chiqqanda bola yaxshi o'zlashtirmay qoladi. Diktant yoza olmaydi, yaxshi o'qiy olmaydi. Keyin masalan biz tekshirsak, onani nigohida bola yaxshi o'sgan, har kungi ishlarni qilib, yeb, ichib, uxlab, buvsinikiga borib mana shunaqa kun o'tkazgan, lekin hayotiy bilish kerak bo'lgan ko'nikmalardan savol bersak, o'shalarni bolada shakllanmagan. Ya'ni fundament yaxshi bo'lmagandan keyin maktab programmasini ham bola yaxshi o'zlashtira olmagan holatlari bo'ladi. Shuning uchun bir yilda bir marta bo'lsa ham rivojlantiruvchi mutaxassislar oldiga borib, nazorat qildirib turishligini tavsiya qilaman. Judayam ajoyib. Yana eslatib o'taman, onajonlar, albatta seminarga siz ham yoziling, birgalikda boramiz. Farzandlarimiz uchun biz onalar ilm olishdan to'xtamasligimiz kerak. Qabrgacha ilm ol degan maqolga rioya qilib, albatta har bir ona farzandi uchun ilmli bo'lsa, farzandi ham onaga qarab o'zgaradi. Aytadi-ku, sani aytganingni emas, qilganingni qiladi farzandim. O'shaning uchun farzandimiz o'zgarishini xohlasak, avval o'zimiz o'zgarishimiz kerak ekan. Yana qanaqa foydali ma'lumotlar bo'lisha olasiz biz onajonlarga? Xo'p, yana men sensor integratsiya mutaxassisiman. Bolalar bilan hissiy munosabatlarni ilk chaqaloqlik paytidanoq rivojlantirishni maslahat beraman. Men sensor integratsiyani o'qishni boshlaganimda bolalarning rivojlanishiga umuman boshqacha qarashni boshladim. Ya'ni
bolada emotsional munosabatlarni o'rnatish, bolaga opit qilib ko'rishga ruxsat berish. Masalan, biza hozir "Voy yoyib qo'yasan, buzib qo'yasan, tegma" deymiz-ku. Vaholanki bolaga u kerak. O'sha narsani bir marta, 2 marta o'sha buyumni ushlab ko'rsa, miyada o'sha buyum haqida, buyumni og'irligi, tuzilishi haqida informatsiya saqlanib qoladi va shunaqa qilib bola birinchi 3 yillikda dunyoni anglashni boshlaydi. Ya'ni nimadir qattiq ekan, nimadir sovuq ekan, nimadir yengil ekan, og'ir ekanda bolada opit berish kerak. O'sha narsani juda ham tavsiya qilaman. Hissiy munosabatlar, hissiy muloqotda bolaga ko'p berish kerak. Bir yilda o'sha 2 marta, 3 marta massaj olish kerak. Chunki bizada propriotsepsiya hislari bor, ya'ni mushak bilan suyakni orasidagi hislar bor. O'sha hislarni qancha stimulyatsiya qilsak, bola shunchalik zrelый bo'ladi. Ya'ni miya zo'r ishlaydi. Bundan faqat bolalarda, kattalar uchun ham foydali. Masalan, kattalarga yoga bilan shug'ullanishni tavsiya qilaman. Yoga o'sha propriotsepsiya hislariga bizaga yordam beradi. Shu narsani tavsiya qilaman va masalan, bizada juda ham ko'p kelishadi, logopedga borgan, 2taga borgan, 3taga borgan, bola 4 yosh yaxshi gapirmaydi, 4,5 yosh yaxshi gapirmaydi deb faqat logopeddan natija kutishadi. Logopeddan ishlaganda, individual dars olganda qanaqadir o'zgarish bo'lmasa, ozgina bo'lsa ham bo'lmasa yoki orqaga qaytib qolaversa, lorga borib ko'rishsin. Balki u yaxshi nafas olmas. Balki adenoidlari bordir. Nevropatologga borishsin. Balki unda masalan artikulatsiya apparatini yaxshi ishlashiga to'siq bo'luvchi qanaqadir muammosi bordir. Ya'ni shuni maslahat bera olaman. Juda zo'r. Hozir siz aytdingiz, men kulgim kelgani, farzandlarimda bor, mana bizlar uyga borsangiz, Hadicha shu yerda yashaydimi deysizda. Aboylarni yirtgan, biz necha marta remont ham qilib ko'rdik, foydasi yo'q ekan. Hamma joyiga chizgan. Dodasi juda bolajon, urushmaydilar. Hamma narsaga sizdagi shans beradi, siz aytgandek. Hammasidan qilib ko'rgan. Yoqib ham ko'rgan, qo'shnimizni eshigini tagini yoqib yoribdi ham bir marta. Dodasi borib sipirib, olib, kelgunicha sezdirmaganda, sal qolgan uyini yoqib yorishga. Endi juda ham qattiq nazorat qildi, chunki bir marta qo'li kuygandan keyin u bildiki, o'sha qo'li kuymaguncha shu narsani qayta qildi. Bir marta qo'li kuyib qopti, ayajon endi nima bo'ladi dedi. Endi bunga infeksiya tushsa, yeringlaydi bu dedim men. Qo'rqitdim-da. Rostdan ham infeksiya tushsa yeringlaydi-ku, yolg'on gapirmasdan qo'rqitdim. Shu boshqa bu olov bilan o'ynashmasin deb. Siz aytyapsiz, ko'z oldimga kelyapti. Bizda shunaqa bog'chaga bormaydi bolalar, uyda shu kattalar shug'ullanishadi, galma-galdan. Taomlariga e'tibor beramiz. Opit berish kerak. Hozir gapingizga yana bitta narsani ta'kidlab ketay. O'sha qilgan ishi natijasini ham berish kerak. Xato qildimi? Masalan, u tog'orachaga solib, moshlarni o'ynab o'tiruvdi. Birdaniga hammasini to'kib yubordi. To'kib yuborganda bolaga o'ziga solishiga majbur qilishimiz kerak. Shundoq tashab ketaversa, ertaga bundan ham kattaroq nimadir yoyib tashab ketadi. O'sha narsani ilk yoshdan tarbiyalasak, keyinchalik o'zini qotgan ishlariga javob berish hissini biz uyg'otib ketamiz. Shunchaki o'ynab o'tirsa mayli, lekin to'kib ketsa majburlab, masalan, meni ham 2,5 yoshli qizim bor. 1,5 yoshida shunaqa qilardi. Men yoniga o'tirardim, qo'lini ushlab olib, "Davay, o'zing sol" deb majburlardim. Boshida qarshilik qilardi. 2 marta, 3 marta shu narsa takrorlangandan keyin biladi, shu to'kib yuborsa yoki qo'rqib oyi deb aytadi, birga solaylik deydi, yoki akalarini chaqirib kelib birga solib qo'yishadi. O'shani tarbiyalab ketish kerak. Ya'ni qilgan ishi doim yaxshi ish bo'lsa rag'batlantirilishi, noto'g'ri ish qilgan bo'lsa jazolanishi mumkinligi haqida bola bilsa, bu keyinchalik sog'lom fikrlaydigan bolani shakllantirgan bo'lamiz. Juda ham ajoyib. Nigora opa, shu joyda bitta savol keldi. Mana bolalar haqida gaplashdik. Endi onalarga,
ozgina maslahat bersangiz. Man o'zim ko'rganman, judayam ko'p tanishlarimda ona farzandiga baqirib gapiradi. Даже o'zimda ham shunaqa holatlar bo'lgan, lekin o'zim o'sha vitaminlar ichganimda, uyqumni normallashtirganimda bu narsani bosa oldim. Ya'ni jahlimni bosa olaman. Lekin judayam ko'p tanishlarimda xuddiki siz mehmonga borganda sizni kelganingiz yoqtirmagandek tuyulib ketadi-da, baqirganda. Farzandiga baqirib muomala qiladigan onalarga qanaqa maslahat berasiz? Chunki bu baqirganni orqasida bola stress oladi, har xil kasallikka uchrashi mumkin. Shu narsalarni oldini olib, stressini bosib ona bunaqa holatdan qanday chiqib ketishi mumkin? Xo'p, birinchi navbatda bilishingiz kerak, masalan, siz baqirganingizda siz qanaqadir emotsiyada bo'lasiz. Vaziyatdan norozi bo'lasiz, qanaqadir yoki siz o'sha umumiy oilaviy ahvoldan norozi bo'lasiz yoki bolani o'sha noto'g'ri ish qilganidan norozi bo'lib baqirasiz. Bola sizdagi, mandagi fikrlay olmaydi. U o'shani noto'g'riligini bilmas balkim. Balkim onasini psixik holatini analiz qilolmas. U nimaga baqiryapti deb bola tormoz bo'lib qoladi va bu narsa bolani yopilishiga, o'z-o'zini o'sha rivojlantirmasligiga ham sabab bo'ladi. O'shaning uchun birinchi navbatda o'zini boshqarishni tavsiya qilaman. Lekin ba'zi holatlarda biz o'zimizga bog'liq bo'lmagan holda bo'ladi bu narsalar. Bekorga odam asabiy bo'lmaydi, bekorga odam stressga tushmaydi, bekorga boshi og'rimaydi. Sababini aniqlab, o'shani yechimini berish kerak. Masalan, ko'pincha ayollar o'sha asabiy bo'lib qolishi bu gormonal narusheniyalardan bo'lishi mumkin yoki vitamin D yetishmovchiligida shunaqa odam salga jahli chiqib ketadigan, yig'loq, hamma narsa, mayda narsalarga ham ahamiyat beradigan bo'lib qoladi. O'shalarga ahamiyat berish kerak, vaqtida uxlash kerak. Bu eng muhimi. Vaqtida 10 da uxlash bu juda ham siz 10 da har kuni 1 oy uxlang, keyingi oyda sizni holatingiz juda ham o'zgarganini sezasiz. Men o'zimda tajriba qilib ko'rganman. Xotiralarimda yaxshilanish bo'lgan, o'sha emotsional holatimda sog'lom uyqu bu eng muhimi. O'shani nazorat qilib va yana sog'liqqa ahamiyat berishga qaraganda biz har doim boshimiz og'risa nevropatologga yuguramiz. Har doim ham nevropatolog lecheniyasi bizaga yordam bermaydi. 1 oydan keyin yana boshimiz og'rishi mumkin. Shuning uchun o'sha defitsitlarni to'ldirish kerak. Onalarda defitsit har doim bo'ladi. Ya'ni vitamin yetishmovchiligini to'ldirsa, sog'lom organizmda bosh og'rimaydi. O'shaning uchun defitsitlarga qarash kerak, o'shalarni to'ldirish kerak va bolaga siz vaziyatdan norozi bo'lib baqirishingiz, bola sizdagi analiz qilmaydi. Masalan, nimanidir to'kib yubordimi, nimaga to'kding deb baqirmasdan, boshqa to'kmagan, biriga solamiz. Yoki xonada juda ham qattiq to'polon qilyapti. Demak, energiyasi toshib ketyapti. To'polon qilma deb emas, shu energiyani mana bu o'yinni o'ynashga sarflaymiz. Shunaqa yechim bersa, bolaga yechim berish kerak. Bola birinchi marta yashashni boshladi. U hali 2 yil yashagan, 3 yil yashagan, endi 4 yil yashagan. Unda hali hech qanaqa opit yo'q. Unga hozir siz o'sha narsaga energiyasini qatga sarflash yoki qatga chizish kerakligini o'rgatsangiz, masalan, devorga chizsa urib ketishi mumkin ba'zi onalar. Chizging kelyaptimi? Mana senga qog'oz, mana senga 5 ta qog'oz, mana senga ruchka deb birga bola bilan rasm chizsin, 1-2 marta, keyin safar rasm chizish xohlaganda yoki o'sha qog'ozni so'raydi yoki o'sha qog'ozga borib o'zi chizadi. Shunaqa yechim topsa bo'ladi. Ajoyib. Demak, Nigora opa, juda ham foydali ma'lumotlar bo'ldi bugun. Sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Seminaringizga yozilishni shu adminlaringiz nomerini qoldiramiz, opisaniyada qoldiramiz. Nomerlarimizni qoldirishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqdagi profillarimizni qoldirishingiz mumkin. Bu yangi yil arafasida onalar uchun meni sovg'am sifatida seminar qilyapman. Bunaqa ko'p ma'lumotga boy seminar qilmaganman hali. Shuning uchun
bemalol kelib, yozilib, o'zlarini boshqa savollarini, qo'shimcha savollari bo'lsa berib, javob olib ketishligi mumkin. Seminarda qanaqa mavzular bo'ladi, Nigora opa? Shular haqida ham qisqacha aytib o'tsangiz, ularga juda ham qiziq bo'ladi. Nimalar bo'lar ekan degan. Bundan tashqari sovg'alar ham tayyorladim dedingiz-a? Sovg'alarimiz ham bor. Xo'p, birinchi navbatda o'sha sensorni integratsiya, sensomotorni korreksiya degan bizada shunaqa yo'nalish bor. Shu haqida ma'lumot beraman va eng muhimi integrativ yondashuv, ya'ni mashg'ulotlarda integrativ yondashuv usuli haqida ma'lumot beraman. Chunki men konsultatsiyalarimda juda ham ko'p ko'ryapman, markazlarga borishgan, masalan, sensor integratsiya darsiga alohida pul to'lashgan, 100 ming, yoki boshqa defektolog mashg'ulotiga alohida pul to'lashgan, logoped mashg'ulotiga alohida pul to'lashgan. Shunaqa holatlarni ko'ryapman. Bizani markaz hammasini uyg'unlashtirgan holda ishlaydi. Hammasini bitta darsda o'zida ishlaydi va shu usulni borligi haqida, shu usul bilan ishlash mumkinligi haqida men bilim, ya'ni o'zimda bor bilimim bermoqchiman. Bu onalar uchun juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Chunki biza u yoqda o'yinlar qilamiz, seminarda birgalikda o'ynaymiz, metodikalarni qo'llaymiz va bu narsani uyda ham bolalari bilan qo'llashligi mumkin. Va sensorni integratsiya bo'yicha juda ham ko'p ma'lumotlar beraman. Bu juda ham foydali bo'ladi. Nigora opa, keyin yana bitta savolim bor edi. Shunaqa sentrlar bor ekanki, onalar borib rezultat olmasdan kelgan, ya'ni haqiqatan bolasi boshqa sentrda o'zgargan, lekin shunaqa pul uchun ochilgan sentrlar bor ekan. Siz shunaqa sentrlar haqida eshitganmisiz? Hadicha, bunaqa mavzuda gaplashamiz deb kelishmagandik-ku. Yo'q, aytishingiz kerak. Juda ham ko'p ayollarimizga qiziq. Yo'q, men hecham bunaqa gaplarni gaplashha olmayman. Biz siz bilan bu mavzuda gaplashamiz deb kelishmagandik-ku. Men faqat o'zimni markazim va o'zimga murojaat qilib kelgan bolalar uchun javob beraman. Boshqa markazlar, boshqa mutaxassislarning ishi uchun men javob bermayman. Ular haqida ham gapirishni, ya'ni ochiq gapirishni xohlamayman. Hamma o'zini ishiga o'zi javob beradi. O'zini hayotida o'zi yashaydi deydi-yu. O'shaning uchun bu mavzuni yopib qoldirgim kelyapti. Mayli, suhbat uchun rahmat sizga Nigora opa. Bugun barcha savollarimizga javob oldim. Aziz onajonlarimiz, bugun Nigora opamni hamma fikrlarini, hamma gaplarini iloji boricha amalda qo'llashga harakat qilinglar, chunki qanchadan qancha onajonlarga farzandini o'zgartirishiga yordam bergan. Farzandlarini kutishda, ya'ni farzandlarni o'zgarishini ko'rgan onalar juda ham xursand bo'ladi. Men o'zim nonushtada ko'rdim, nechta onalar rahmat aytganini, nechta onalarda o'zgarish sezayotganini va bularni ofislariga juda ham ko'p boraman o'zlarini ko'rish uchun, chunki juda ham bosiqlar, bulardan juda ham ko'p o'rnak olsa bo'ladi. O'shaning uchun bularni markazga borganimda o'tsivlarni, o'tdagi holatlarni, ayollar bir-biriga qanaqa gapiryapti, qanaqa foyda olyapti bilganim uchun ham bugun aynan birinchi podkastimga Nigora opamni taklif qildim. Bunaqa foydali podkastlar juda ham ko'p bo'ladi hali. O'shaning uchun like bosib, bizani qo'llab-quvvatlab, kommentariyalarga o'z fikringlarni, savolinglarni yozinglar. Balkim keyingi podkastlarimizda Nigora opam har bitta savolinglarga javob beradilar. O'qiymiz, savol beradi. Shunaqa sizlar uchun foydali bilim berish uchun shu podkastni yo'lga qo'ydik. Sizlarga ham rahmat, e'tiboringizga rozi bo'linglar. Hammani seminarda kutib qolaman. Taklifingiz uchun rahmat. Bugungi suhbatimiz onalar uchun, ularning farzandlari uchun foydali bo'lsin, manfaatli bo'lsin va sizni keyingi podkastlaringiz ham shunaqa insonlarga yordam beradigan, yaxshi ma'lumotlar beradigan podkastlar qilishingizni, to'xtamasligingizni tilab qolaman. Bugungi suhbatimiz juda ham qiziqarli bo'ldi. Kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Keyingi podkastlarda ham sizni kutib qolamiz, Nigora opa. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat.